Shu okani ayollariga vobshe qoyil qoldim, lekin to'g'risini aytaman. 2 kun oldin bitta ayol menga mana shu oldi gipiruvi pijamalarimizni so'rab yozdilar. Toqqami qaqqadir borar ekanlar. Turmush o'rtoqlari hozir olib bermayman, pulim yo'q degan ekan. 2 kundan beri arazlab yurgan ekanlar. Menga turmush o'rtoqlarimni o'zlari ertalabdan yozyaptilar, hozirdan. Menga shu pijamangizni chiqarib bering, ayolimga olib bermayman dedim. 2 kundan beri arazlab gaplashmayapti. Ke olib beraman shu pijamani, ke mana shu pijamani olib beraman desam ham endi kerak emas. O'sha kuni aytganimda olib bermadingiz, deyaptilar-da. Уже mana ikkita pijamaga hozir to'lov qildilar. Yandexdan chiqarib yuboryapman. Prosta aytayotgan narsam, malades. Odam o'zini pijama yoki pinvar kerakligini bildimi, erkak kishi olib bermadimi, shartta chegarani qo'yadi. Mana shunday chegarani qo'yadi.